avvalo bugun o'z yaqqol nogironlik bilan yana bir bor Mana bugun Davlat xavfsizligi xizmat kubogi uchun mahalladagi yoshlarni sportga chiniqtirish va ularni ommalashtirish o'rtasida yoshlar o'rtasida shaxmat hamda mini futbol musobaqalari tashkil etildi. Bunda yoshlarimizning kayfiyatlari juda a'lo va ushbu musobaqalarda yoshlarimiz o'zlarining faolligi bilan 4 ta sektor jamoalari o'rtasida bahs olib borishdi va men Baynalmilal mahallasi yoshlar yetakchisi ham o'z jamoamni saralab olib chiqqandim va hozirda ular birinchi o'rinni qo'lga kiritishdi. Bundan juda mamnun. Yoshlarga berilayotgan imkoniyatlardan ular albatta Tramp prezidentimizga o'z minnatdorchiligini bildirishadi.